Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining 3-bosqichi doirasida bugun viloyat yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasida tungi reyd tadbirlari oldidan yo'riqnoma o'tkazilmoqda. Alohida e'tibor, tarqoq turish kerak emas. Ayni daqiqalarda Jalaquduq tuman markazida harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish, shuningdek, qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni aniqlashga qaratilgan maxsus kuchaytirilgan tungi reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Ushbu reyd tadbirlari davomida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan asosan qo'pol turdagi qoidabuzarliklar, ya'ni tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarish, transport vositasi qidiruvda bo'lgan, ya'ni muddat o'tgan jarimalari bor, transport vositasining oyna tusini ruxsatsiz o'zgartirib olgan va davlat raqam belgilarini o'zboshimchalik bilan yechib olish kabi holatlarni aniqlashga qaratilgan va aniqlangan har bir qoidabuzarlik yuzasidan inspektorlar tomonidan belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilib, haydovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda biz barcha haydovchilardan yo'llarda harakatlanish davomida belgilangan tartib qoidalariga amal qilib yurishligini so'rab qolamiz.